Ana zaten ses? Nima endi bizdan paramiz. Men mana uzamsam bo'lmaydi. Ana bizdan turib mayli shiprim deyman. Akam xapalaydi. Nima deydi? Voy bunga. Tez ko'rsatganmiz davom etamiz. Ko'rmaslib o'tib ketaymi yo keyin minib ketaymi? Yana sen degin aka. Yo'q aka, mayaldan biselan tamoq buyurtdi. Eng oxirgi denzentda shuni to'sitlam ishdan tushdim, shunga ko'rsatib o'tib ketay deb kelgandim. Va korxonchi tongsa. Shunday amaliy ish qil dilamas, mana shunga amaliy ish qilay deb hozir mulozim ishlatdim. Endi bundan keyin butkul bizning mahaldagilar mulozimda tamoq beradi. Sen shuni bana qilib kelaversigina. Yo'q aka, rost mulozim ishlatma. Bundas nima ish qilsa shuni qilmay bada. Ya ma bizning mulozim tamoq yetkazib emas, mush kan xaridorlarga minnatdorlik bildirish yuzidan 9-oyning 27-kunidan 10-oyning 1-kunigacha mukofotli chek tartib faoliyat o'tkazgan. Shuni deb qo'yib kelgandim shu. Nima mukofot chiqargan qanday qatnashgan emas? Olma 16da Oppo Reno O2, Xiaomi aqli bilash degandek mukofotlar chiqdi. Sipidan zakaz tushirib, do'stingiz g'ambaxirlash orqali yoki 9 moga sipimizdan 30 ko'lik e'tibor belgisi etilib qatnashsangiz bo'ldi. Bo'libdi. Rost bu oldirablam 2 kunlik tamoq ma'g'ash kelmabman. Xo'p, kelib sen unchalik aqlni ish qildi. Bo'lib, shunda deganim rahmat. O'tkil tayyorlik qilyapti, elchirib tamoq etadi mana. Tamoq etib pas. Men bu tamoq yemaganda shirkat bir bervatsam ham ishdan tushdim. Bo'ldiroq pishgan bo'lsa yebman ekanman. Ishdan tushib kelasiz. Ha? Gabi biz vaqt tamoq qilib ketmay endi. Qaylab kam biz dehqon xalqlar kan qo'zaq kelamiz. Bir vaqt tamoqni ishonmas. Sening bir singling olgan bo'lsa, bir sening maling berib olgan bo'lsa, sen bilib-ta. Bilib berib kela tamoq qilib qo'ydi. Yeb qo'yinglar narsa. Yeb qo'yinglar va kansa men berib kelibim kelma. Va yeb qo'yamiz ham, yeb qo'yamiz ham sening tufut xotunda kan meydan bortning tishdak ishib qolmasa.